Assalomu alaykum aziz va qadrli teletomoshabinlar. Bugun so'zga mas'uliyat, haqiqatga sadoqat va jamiyatga xizmat ramzi bo'lgan kasb egalari, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. Bu sana matbuot, radio, televideniye, internet nashrlarida faoliyat yuritayotgan har bir xodim uchun faxrli, unutilmas va alohida qadrlidir. Shunday ekan, ushbu sana munosabati bilan barcha soha xodimlarini chin dildan muborakbod etamiz. Studiyamizga esa bir qator jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimlarini taklif qilganmiz. Studiyamizga Haqiqat yo'lida internet nashri bosh muharriri jurnalist Quvonchoy Sherjonovani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum barchaga. Avvalambor 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni muborak bo'lsin. Rahmat, barchamizga muborak bo'lsin. Sizga eng avvalo shunday savol bilan murojaat qilmoqchimanki, jurnalistika 10 yil avval qanday bo'lgani, bugun qanday? Juda ham sevara o'rinli savolni berdingiz. 10 yil oldinga nazar soladigan bo'lsak, bu mana shunaqa bir erkin blog yuritadigan ommaviy axborot vositalari, ya'ni blogerlar kam edi, jurnalistlarga e'tibor kam edi va senzuraga yo'l qo'yilgan o'sha vaqtlarda juda ham bir ochiqlik, ochiqchasiga mana shu murojaatlarni tanqidiy ruhda olib chiqishmagan. Lekin hozirgi 10 yildan hozirgi kungacha kelsak, qo'lida telefoni bor, uyali qo'l telefoni bor, mana shu har bir inson deymizmi, fuqaro deymizmi, har biri o'zi bir kanal, o'zi bir sayt ochib, mana shu blogerlik faoliyatini, ya'ni reklamadan tutib, hattoki siyosiy jarayongacha ochiqlik ravishda mana shu xalqni, fuqarolarni dardini, murojaatlarini aynan mana shu internet tarmoq orqali yetkazishyapti. Albatta, bu o'rinda 10 yil orqaga nazar solganimizda hozirgi kunga kelib, mana yurtboshimizni ochiqlik siyosati bilan barchamiz bemalol mana shu saytlar ochib, hozir mana jurnalistika faoliyatimiz, ya'ni blogerlik faoliyatimiz bemalol yo'lga qo'yilgan. Bir so'z bilan aytganda, har bir mavzuga fikr bildira olamiz. Albatta, ochiqlik siyosati. Rahmat kattakon. Quvonchoy opa, bugungi kunda jurnalistika yo'nalishida tahsil olyapsiz. Xo'sh, bugungi kunda jurnalistlarning jamiyatda roli qanday? Bu ham juda ham o'rinli savol. Albatta, hozir aynan faoliyatimni blogerlik sohasida boshlagan bo'lsam, aynan mana shu qiziqishim sababli jurnalistika sohasini mukammal ta'lim olib, o'z ishimni professional darajada uddalab, jurnalist bo'lishni oldimga maqsad qo'yib, universitet talabasi bo'lganman va albatta jurnalistni o'zi yuqorida aytib o'tgandek, jamiyatda o'rni aynan bloger bilan ajralib turadigan tomoni, u har bir mana shu chiqarayotgan voqealikni har tomonlama, ikki tomonlama o'rganib, fikrlab va jurnalist surishtiruv o'tkazib, albatta so'rovnomalar bilan mana shu idora tashkilotlariga chiqib, albatta o'sha so'rovnomalarga javob olib, ikki tomonlama o'rganib, ana undan keyin internet tarmog'i orqali yoritilishi kerak va mana shu murojaatlar mana shu rahbariyatga yetkazilishi kerak. Aynan bloger bilan mana shu jurnalistni o'rtasida farq menimcha shunday deb bilaman va jurnalist o'ziga yarasha o'qimishli, bilimli, chunki oliy dargohda ta'lim olgandan keyin professor o'qituvchilardan ta'lim oladi va qay joyda bir ish faoliyatini boshlamoqchi bo'lsa, albatta o'ylab, fikrlab, yana undan keyin uni tarmoqda joylaydi va rahbariyatga yetkazadi. Rahmat kattakon. Quvonchoy opa, asosan ijtimoiy tarmoqda faoliyat yuritasiz. Xo'sh, sizningcha bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarning afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat? Afzalliklari mana shu tezroq, tezkorlik bilan mana shu qanday muammo bo'lishidan, qanday murojaat bo'lishidan qat'iy nazar tezkorlik bilan rahbariyatga yetkazamiz va o'sha rahbariyatni mana shu ijtimoiy tarmoq orqali yoritilgan har qanday voqealik, ya'ni murojaatlarga tezkorlik bilan, ya'ni kun o'tmasdan munosabat berishida va muammo tezkorlik bilan yechim topishida. Har qanday tadbirni eng birinchi manba sifatida uzatishda. Shunaqa tezkorlik asosan muammolarga va yechim topishda. Kamchiliklari nimalardan iborat? Kamchiliklari hech kimga sir emas. Hozir hamma shu internet tarmog'i orqali blog ochib, bo'lar bo'lmas
mana shu yoshlarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan video roliklar joylashishi va har xil bachkana qiliqlar qilinishi, albatta bu bunaqa bir blog yuritib internet tarmog'i orqali yoshlarning ongini zaharlaydigan kontentlar joylash, albatta bu internet tarmog'i orqali juda ham bir ayanchli holat va bir salbiy tomoni shu deb bilaman. Quvonchoy opa, jurnalist sifatida har bir kuzatuvchi axborotni qanday saralay olishi lozim? Har bir kuzatuvchi o'zi mana shu qaysidir ommaviy axborot vositasini jurnalist deymizmi yoki mana shu ommaviy axborot vositalarini har bir yoritilayotgan video lavhalarini, har bir insonning o'ziga bog'liq mana shu internet tarmog'i orqali yoritilgan videolarni har kim o'ziga kerakligisini, misol uchun ko'pchilikka mana shu iqtisodiy, mana shu hozir borayotgan siyosiy jarayonlar, yoritilgan jarayonlarni kuzatadi. Ko'pchilik mana shu hozir internet tarmoqlari orqali mana shu mahalla tizimlarida va mana shu aholini juda ham qiynayotgan muammoli masalalar yoritilganda o'sha tomonlama ham kuzatuvchilari bor. Har bir qanday mana shu xalqqa qanday shu video kontentlar joylab yuboradigan bo'lsangiz video orqali har birini o'zini kuzatuvchisi bor. Buni hozir siz yuqorida aytganingizdek, bu buncha kuzatadi, bu aholi buncha kuzatadi deb ayta olmaymiz. Hozir bir qandaydir bir vahimali bir video rolik qaysidir joyda yong'in chiqdi yo bo'lmasa nimadir bo'libdi desa, mana shu hamma kuzatuvchini e'tibori o'shanda bo'ladi. Demoqchimanki, saralab bo'lmaydi. Har bir kuzatuvchini o'zini kuzatadigan mana shu saytlari bo'ladi. O'shalar orqali saralab har kim o'ziga kerakli ma'lumotni olsa kerak deb o'ylayman. Sizningcha bugun kuzatuvchilar asosan ko'proq shov-shuvli voqealarni, shov-shuvli yangiliklarni kuzatadi demoqchisiz. Shunday. Rahmat kattakon. Quvonchoy opa, ijodingizni ko'proq kuzatib boraman. Asosan shu murojaatlar bilan ishlaysiz, qabullarda ko'p yurasiz. Aytingchi, ushbu qabullarning natijasi bormi? Rahmat, juda ham hozir o'rinli savol bo'ldi. Mana biz 7 yildirki, mana shu internet tarmog'i orqali mana shu viloyat rahbarlarini, ya'ni oldinlari sektor tizimlari joriy qilingandi, hozir sektor tizimlari yakunlandi va shu bilan bir qatorda viloyat hokimi, prokuratura sohasi, ichki ishlar boshqarmasi, shu bilan soliq, adliya, sud tizimlarini har doim mana shu sayyor qabullari, ommaviy sayyor qabullarida ishtirok etamiz. Ko'plagan hududlardan 100 tagacha, 100 tadan kam bo'lgan murojaatchilar soni juda ham ko'p. Albatta joyida ijobiy yechim topadigan murojaatlar bor. Tezkorlik bilan shu yerni o'zida yechim topadi va vaqt talab qiladigan murojaatchilar bor va shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, har doim mana shu qo'shtirnoq ichidagi boqamanda bo'lib qolgan ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi har doim qabullarga borib iddao qilib yuradigan murojaatchilar ham bor. Albatta biz kuzatyapmizki, bir so'z bilan aytganda hamma murojaat, har bir jarayon albatta viloyat rahbarlarining nazorati ostida ijobiy yechim topmaguncha mana shu murojaat o'rganish va qayta qabullar tashkil qilinaveradi. Albatta biz bu jarayonda kuzatamiz, haqiqat yo'lidamiz va biz haqiqat tarafdori bo'lib, o'sha yerda bizga hech qanday bir to'siqlar bo'lmaydi. Viloyat rahbarlarining qabullarini to'g'ridan-to'g'ri efirga beramiz va muammolarga ijobiy yechim topilyapti. Biz mana shu qabullarda qatnashganimiz va kuzatganimiz va jurnalist sifatida, bloger sifatida, jamoatchilik faoli sifatida albatta qabullardan natijalar bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda natija bermoqda. Rahmat kattakon, studiyamizda yana bir bora xush ko'rdik. Bundan keyingi ijodiy faoliyatingizda doimiy zafarlar yor bo'lsin. Rahmat barchaga, bizning kuzatuvchilarimiz. Shu o'rinda mana shu 27-iyun mana shu ommaviy axborot vositalari kuni munosabati bilan barcha mana shu hamkasblarimizni, jurnalistlarimizni, ustozlarimizni va shu o'rinda Esikbolda faoliyat olib boradigan barcha jurnalist xodimlarini ham muborakbod etamiz. Sog'lik, salomatlik tilaymiz. Har doim yaxshi mana shunaqangi ko'rsatuvlarda diydorlashib, ustozlarimizni barchani tabriklab o'tirish barchamizga nasib bo'lsa aylasin. Rahmat ketdi. Rahmat. Studiyamizga Xorazm haqiqati va Xorazmskaya pravda gazetalari muxbiri, yosh jurnalist Otaxon Nafulayevni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum Sevara. Avvalambor sizni bayram bilan tabriklab qolaman. Rahmat kattakon. Ijodiy faoliyatlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Umuman bu har yil yurtimizda 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni juda ham keng nishonlanadi.
Shu bilan birgalikda viloyatimizda ham kasb bayramlari har doim nishonlanib boriladi va ushbu tadbirlarda biz yosh jurnalistlar ham ishtirok etamiz va ustoz jurnalistlar biz yosh jurnalistlar bilan birgalikda davra suhbatlari, mahorat darslari o'tkazadi va ushbu uchrashuvlar davomida bizning jurnalistik mahoratlarimiz oshib boradi. Shu bilan birgalikda shuni ham alohida aytib o'tishim kerak, Istiqbol telekanali tomonidan ham doimiy ravishda yosh jurnalistlar bilan birgalikda mahorat darslari, davra suhbatlari o'tkazib kelinadi. Bugungidek uchrashuvlar tashkil etiladi. Bu albatta yosh jurnalistlar uchun mahoratlarni, tajribalarni oshirishda, o'zaro fikr mulohazalarini oshirishda juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun avvalambor Istiqbol telekanaliga va Sevaraxon sizga ham o'z tashakkurimni bildirib qolaman. Umuman jurnalist doimiy ravishda o'z ustida ishlashiga, bilim ko'nikmalarini oshirib borish kerak. Buning uchun tahririyatlarda juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Xususan Istiqbol telekanalini ham ko'ryapmiz. O'zim kelib ko'rib bu yerda jurnalistlar uchun barcha sharoitlar yaratilganligini, jurnalistlarning samarali faoliyat yuritishi uchun imkoniyatlar borligini, teleoperatorlar uchun ham barcha kameralar o'rnatilganligini ham aytib o'tishim kerak. Shu bilan birgalikda bizning Xorazm haqiqati, Xorazm Pravda gazetalari haqida ham ruxsat bersangiz ozgina ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Albatta, marhamat. Bizning Xorazm haqiqati gazetasi umuman viloyat hokimligining gazetasi hisoblanadi. Bizning viloyat gazetamizda yurtimizda, viloyatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda, barcha jabhalarda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar, yaratuvchiliklar, bunyodkorliklar, bundan tashqari fidoyi zamondoshlarimizning erishayotgan yutuqlari, fidoyiliklari haqida maqolalar berib boriladi. Bu jarayonda biz ustoz jurnalistlar bilan birgalikda yosh jurnalistlar ham har bir amalga oshirilayotgan islohotlarni yoritishga harakat qilyapmiz. Bizning gazetamiz 1920-yildan mana chop etiladi. Mana Sevara o'zingiz bilasiz. 105 yil bo'ldi. 105 yil bo'ldi. 105 yil davomida shuni faxr bilan ayta olamanki, bizning gazetamiz bu voha sonlamasi, viloyatimizning tarixi haqida hikoya qiluvchi bir manba hisoblanadi. Bizning gazetamizda tahririyat huzurida muzeyimiz bor. Ushbu muzeyda 1920-yildan buyon hozirgacha chop etilayotgan gazetalarning barcha taxlamlari, ya'ni pashiv deb aytamiz, taxlamlari bor. Men o'zim ham shu muzeyga kirishni juda ham yaxshi ko'raman. Muzeyimizda shu 40-chi, 50-chi, 60-chi, 70-chi yillardagi taxlamlar gazetamiz va shuni o'qiyman. O'zim ham o'qib juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lganman. Masalan, Xorazmga birinchi marta poyezdning olib kelinishi, yo'llar qurilishi, katta ko'priklar qurilishi, obyektlar qurilishi, majmualar, shahar tumanlarda binolar qurilishi haqida, Xorazm tarixidagi eng muhim yangiliklar, tadbirlar shu taxlamlarda bor. Yana bir faxrlanadigan joyimiz bizning gazetamizning muzeyiga har kuni oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilari, talabalari kelib, bu yerda o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish uchun ma'lumotlarni aynan shu yerdan oladi. Nima deganda, o'zining ilmiy tadqiqot mavzusidagi yangilik, ma'lumot, fakt aynan shu gazetani taxlamasida bor. Shundan olib, o'zining ilmiy ishini qilib, yoqlab, keyinchalik shu bo'yicha ham olib boradi. Sevaraxon shu ustoz shogird an'anasi haqida ham bir gazetamizda ma'lumot berib o'tsam, bizning gazetamizda ustoz shogird an'anasiga juda ham katta e'tibor beriladi. Ustozlarimiz bizning shu faoliyatimizni yanada samarali tashkil qilish va maqolalarni ta'sirchan, mazmunli tarzda yozish uchun o'zlarining tavsiyalarini, maslahatlarini berib o'tadi. Shu o'rinda ruxsat bersangiz, o'zimni ustozlarim haqida ham aytib o'tsam, birinchi ustozim bu men onam hisoblanadi. Yoshlik davridan meni shu jurnalistikaga qiziqishim bilib, tahririyat huzurida jamoatchi muxbirlar mahorat maktabi bor edi. Shu maktab haqidagi yozgan maqolalarimni ko'rib, shu yerga tavsiya qilgan, qatnashishimga. Shu meni qiziqishim ortib ketgan. Undan tashqari oliy ta'lim muassasasida o'qib yurgan paytimda meni birinchi ustozim bu zabardast jurnalist, taniqli olim bu Ahmadjon Melboyev hisoblanadi. Ahmadjon Melboyevdan juda ham ko'p narsani o'rganganman. Ahmadjon aka har doim shu amaliyot jarayonida jahon adabiyot jurnalida ham amaliyot o'tagan paytimda aytar edilar, maqola tayyorlashda janrlarga juda ham katta e'tibor qaratish kerak. Barcha janrlardan foydalanish kerak va shular janrlardan qanchalik ko'p foydalansang, to'g'ri foydalansang, unumli foydalansang, gazetxonga ham manzur bo'ladi deb aytib o'tadi. Bu Ahmadjon Melboyevning fikrlari. Bundan tashqari hozirda mening ilmiy rahbarim Farida Egamberdiyevalar ham bor. Ushbu ustozim ham meni shu ilmiy tadqiqot ishlarimni olib borishda, nazariy bilimlarimni amaliyot jarayoni bilan uyg'unlikda olib borishda juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan bugun shu Ahmadjon Melboyev, Farida Egamberdiyev ustozlarimni ham bayram bilan tabriklab qolaman. Ularga sihat, salomatlik tilayman. Tahririyatimizdagi ustoz shogird an'anasiga qaytadigan bo'lsak, tahriyatimizda hozirda
yosh jamoatchi muxbirlar mahorat maktabi ham davom etyapti. Unda butun respublikadagi zabardast jurnalistlar bilan birgalikda viloyatimizning ham ustoz jurnalistlari yoshlarga saboq berib mashg'ulotlar o'tkazyapti. Umumta'lim maktablari o'quvchilari, talabalar, yoshlar shu yerda dastlabki jurnalistika bo'yicha nazariy bilimlarni olib, jurnalistikaga qadam qo'yapti. Hozirda ko'pisi o'zingiz ham sevara bilasiz, birgalikda siz bilan birgalikda jurnalistika bo'yicha mahorat darslarini ham o'tkazganmiz o'quvchilarga va ular hozirda shu yo'nalishda, jurnalistika yo'nalishida tahsil olmoqda va respublika miqyosidagi ommaviy axborot vositalarida ham faoliyat yuritib kelmoqda. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tishim kerak, o'zingiz ham talabasiz, fidoyi, faol talabasiz. Toshkentda o'qib yurgan paytingizda ham ko'plab tadbirlarni, marosimlarni yoritasiz. O'zim ham guvoh bo'lganman. Universitetning o'z axborot xizmati bilan hamkorlikda sizlarning universitetdan ham, Buxorodan, Nukusdan ko'plab talabalar hozir bizga kelib amaliyot jarayonini o'tab kelyapti. Bu amaliyot jarayonida shu ustoz jurnalistlar bilan birgalikda men ham ularga shu maqola tayyorlash, janrdan to'g'ri foydalanish bo'yicha stilistika, orfografiyaga rioya qilish bo'yicha o'zimning takliflarimni, tavsiyalarimni berib kelyapman va ularni ham albatta kelgusida siz kabi, biz kabi shu o'z sohasini mas'uliyatini chuqur his qiladigan jurnalist bo'lib yetishadi deb o'ylayman va bu jurnalistlarga ham men omadlar tilab qolaman. Endi hozir zamon har tomonlama rivojlanib boryapti. Elektron tarzda ham bosma nashrlar rivojlanishi kerak. Har bir ommaviy axborot vositasining vakilini o'zi elektron tarzda ham faoliyat yuritib olishi kerak. Masalan, bizning Xorazm haqiqati va Xorazmskiy pravda gazetalarimizning veb sayti va Telegram kanali bor. O'zingiz ham maqolalaringiz bilan juda ham ko'p faol qatnashasiz, yoritib boramiz. Bizning veb saytimizda ham, Telegram kanalimizda ham gazetalarimizda qanday tadbirlar, maqolalar yoritilgan bo'lsa, qo'yilib qoladi. Kundalik tarzda berib qo'yiladi. Shu bilan birgalikda bizning gazetamizning mavzular ko'lami juda ham keng. Har xil mavzularda maqolalar tayyorladim. Men ham o'zim ko'proq qurilish, bunyodkorlik sohasida materiallar tayyorlashni yoqtiraman. Masalan, Al-Xorazmiy shaharchasida katta qurilish ishlari davom etyapti. Yangi O'zbekiston massivlarida ham, viloyatimiz shahar tumanlarida, chekka qishloqlarda ham katta ko'p qavatli binolar, ko'p qavatli uylar qurilyapti. Bu jarayonlarni ham yoritib boryapman. Undan tashqari mening eng sevimli mavzum bu yoshlar hayoti va sport. Hozirda xabardorsiz, yoshlar oyligi davomida ko'plab tadbirlar o'tkazilyapti. Siz bilan birgalikda masalan yoshlar festivalini ham hozirda yorityapmiz. Shahar tumanlarida bo'lib, Yoshlar ishlari agentligi boshqarmasi axborot xizmati bilan birgalikda barcha tadbirlarni berib boryapmiz. Bu jarayonda ham albatta jurnalistning fidoyiligi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bizning gazetamizda mavzular ko'lami keng, shu bilan birgalikda tanqidiy, tahliliy maqolalar ham berib boriladi. Gazetamiz huzurida ishonch telefoni bor. Fuqarolardan doimiy ravishda shu murojaatlar keladi. Shu murojaatlar kelgandan keyin ushbu murojaatni dastlab biz chuqur o'rganamiz, xolis o'rganamiz. Ikki tomonlama o'rganganimizdan so'ng biz ushbu murojaatni gazetada chop etilishidan oldin dastlab shu boshqarma, tashkilotning rahbarlariga, mas'ul xodimlarga buni berib, shuni o'z vaqtida hal qilish bo'yicha murojaatni yo'llaymiz. Agarda bu murojaat o'z vaqtida hal etilmaydigan, yechimini topmaydigan, vaqt cho'ziladigan bo'lsa, agar hal etishning imkoni bo'lsa ham shuni hal etib bermasa, biz buni gazetamizda yoritib, ommaga, jamoatchilikka yetkazishga harakat qilamiz. Bunda bizning jamoatchi muxbirlarimiz ham juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda shu ishonch telefonlari orqali kelgan har bir murojaat doimiy ravishda e'tiborga olinib, gazetalarimizda berib boriladi va fuqarolarning murojaati o'z vaqtida hal etilishiga ko'maklashiladi. 50 yil, 60 yil oldin Xorazm haqiqati va Xorazmskaya pravda gazetalarida qanday maqolalar chop etilgan va bugungi kunda qanday maqolalar chop etilmoqda? 50-60 yil oldin Xorazm haqiqati gazetasidagi mavzular ham juda ham ko'lami keng bo'lgan. Eng avvalo u paytda qishloq xo'jaligi juda ham ko'p yoritilgan. Asosan e'tibor qishloq xo'jaligiga qaratilgan. Albatta 50-60 yil oldin qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan bo'lgan, baribir shu davrda chorvachilik, qishloq xo'jaligi, dehqonchilik bo'yicha masalan g'alla o'rimini yig'ib olinishi, shu hosillarni yig'ib olinishiga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Keyin eng asosan paxtaga ham, paxta terimiga ham shu fuqarolarni shu 50 yil oldin paxtaga jalb qilish bo'yicha ham shu 50 yil oldin gazetalarda juda ham keng, ko'p targ'ibot tadbirlari olib borilgan. Hozirga kelib esa albatta gazetalarimizdagi qishloq xo'jaligi, chorvachilik juda ham o'z o'rnida berib boriladi, lekin hozirda ko'lam yanada kengaygan. Yoshlar sahifasi bor, qonun yo'nalishi bo'yicha ham materiallar berib boshlanadi. San'at, madaniyat, tibbiyot, sport yo'nalishlari bo'yicha ham hozirda maqolalar berib boriladi. 4 sahifa, masalan, har xil. Birinchi sahifada imkoni baricha ko'proq rasmiy
tarzdagi materiallarni bersak, bundan 50 yil oldin ham shunaqa qonunchilikdagi yangiliklar, masalan, Toshkentda viloyat miqyosida bir tadbirlar bo'lsa, festivallar, anjumanlar bo'lsa, birinchi sahifada beradi. Ikkinchi, uchinchi sahifalarda qishloq xo'jaligi, viloyat miqyosida o'tkazilgan tadbirlar beriladigan bo'lsa, to'rtinchi sahifada ko'proq adabiyot, yoshlar sahifasi, yoshlarning erishayotgan yutuqlari, sport, madaniyat va boshqa yo'nalishlarda tadbirkor yoshlar haqida maqolalar berib boramiz. Ya'ni hech bir mavzu chetdan qolmaydi, har bir mavzu qamrab olinadi. Rahmat kattakon, boya aytib o'tdingiz, ko'proq qurilish sohasini menga yoqadi, yoritgim keladi deb. Aytingchi, qurilish sohasini qanday yoritasiz? Asosan nimalarga e'tibor qaratiladi yozayotgan maqolangizda? Masalan, men Al-Xorazmiy majmuasi misolida oladigan bo'lsang, hozirda bu shahrimizning bu bezaki bo'lyapti. Juda ham katta qurilish bunyodkorlik ishlari olib borilyapti. Bunyodkorlik ishlari ancha katta bir ko'lamda olib borilyapti. Masalan, birinchi tanishuv masalan press tur davomida bo'lgan. Shu qurilish boshqarmasi tomonidan bu yerga bizni press tur tashkil qilgan jurnalistlar, o'zingiz ham borgansiz va shu yerga borganda, shu yerda direksiyasining rahbari bilan men suhbatim bo'lgan. Shu ma'lumotnoma berib, ma'lumotnomadan olib, shu asosida maqola tayyorlayman. Bu yerda qancha ko'p qavatli uylar quriladi, oliy ta'lim muassasasi binosi qurilyapti. Shularni umumiy olib, ma'lumotdan olib, shu asosida materiallarni tayyorlayman va jamoatchilikka yetkazaman. Eng birinchi navbatda ma'lumotlarni yig'ib olasiz. Ma'lumotlarni yig'ib olaman. Ishonchlilikka tayanaman. Albatta bunday manbalardan olingan ma'lumotlar ishonchli bo'ladi. Shulardan ular bilan ishlash ham yengil. Agarda jurnalist uchun ma'lumot, manba ko'p bo'lsa, material tayyorlash ham qiyin bo'lmaydi. Agar fakti kam bo'lsa, jurnalist material tayyorlashda sal qiynalishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotlar ko'p bo'lishi jurnalist uchun juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Qancha ma'lumoting ko'p bo'lsa, gazetadagi maqola ham boyib boraveradi. O'qimishli bo'ladi, gazeta ham bir yoqimli, ta'sirchan bo'ladi. Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Bugungi kunda aytingchi, mushtariylar qanday xabarlarni, qanday yangiliklarni o'qishni xush ko'radi? Birinchi navbatda bugungi kunda mushtariylar tezkor ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib borayotganligi sababli juda ham katta ma'lumotlarni o'qishni ularga qiziqish sal pastroq bo'lishi mumkin, lekin biz agarda ma'lumotlarni o'qimishli, ta'sirchan, bir insonni ko'zi tushganda bir yoqimli bo'lsa, haroratli bo'lsa, katta hajmdagi materiallarni ham o'qimishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizlar ko'proq gazetada ham qisqa janrdagi materiallarni, xabarlarni berishga harakat qilamiz. Shu bilan birgalikda tahliliy, tanqidiy tarzdagi materiallarni ham berishga harakat qilamiz. Bunda ma'lumotlar chuqur o'rganilib, to'liq beriladi. Shu bilan birgalikda gazetamizda rasmlarga ham juda ham katta e'tibor beriladi. Rasmlar bu maqolani ochib beradi. Keyin sarlavham bor, ustozlarimiz aytgan bu sarlavha bir yarim maqola. Sarlavhani qancha to'g'ri tanlasang, chiroyli tanlasang, shu gazetxonlarni, mushtariylarni shunga jalb qilish mumkin. Bu jarayonda barcha yo'nalishlarga e'tibor berishga harakat qilamiz. Rahmat kattakon. Barchamizga ma'lumki, o'zingizga ham ma'lum, internet nashrlari bugun juda ham ommalashib ketmoqda. Aytingchi, bugungi kunda matbuotni umrini saqlab qolish uchun nimalarga e'tibor qaratish zarur? Birinchi navbatda o'qimishli materiallarni ko'paytirishimiz kerak. Jurnalist o'z ustida ko'proq ishlashi kerak. Atrof muhitdagi shu jurnalistlar faoliyatini kuzatib borish kerak. Ustozlar bilan ko'proq muloqotga kirish kerak. Internetni ko'p kuzatish kerak. Bosma nashrlar agarda o'zini ijtimoiy tarmoqlardagi saytlarini, kanallarini yuritmasa, bosma nashr rivojlana olmaydi. Biz zamon bilan hamnafas bo'lishimiz kerak. Jurnalist shu hozirda bizning gazetamizning Telegram kanali ham bor, veb-sayti ham bor, Facebookda ham sahifasi bor. Yuqorida aytib o'tgandek, har bir jarayonni, har bir yangilikni biz shu boshqa ommaviy vositalar bilan birgalikda tezkor aholiga yetkazib berish uchun ma'lumotlarni shu ijtimoiy tarmoqlarga ham qo'yib borishimiz kerak va eng muhimi obunachilar bilan muloqotni yanada shakllantirishimiz kerak. Veb-saytimizda ham muloqot bo'limi bor. Muloqot bo'limiga fuqarolar o'zlarini qanday maqolalar, mavzularda materiallar o'qishini qiziqish bo'yicha o'zlarining savollarini, takliflarini bildiradi va biz muloqotga kirib, shu asosda ushbu maqolalarni ham berib boramiz. Joylarga borib, obunachilarni qanday mavzularda maqolalar tayyorlash bo'yicha fikrlarini ham albatta doimiy ravishda o'rganib boramiz. Har tomonlama o'rganish lozim. Rahmat kattakon. Ommaviy axborot vositalarining ta'siri haqida qanday fikrdasiz? Ommaviy axborot vositalarining ta'siri juda ham muhim. Masalan, ob-havoni o'zi ham bir ommaviy vositasi. Agarda biz tashqariga chiqishdan oldin shu ob-havo ma'lumotdan bilmaydigan bo'lsak,
qanday kiyinib chiqishimizni bilmasligimiz mumkin. Ammo axborot vositasi masalan ob-havo ma'lumotlarini ham yetkazadi. Agarda shu jamiyatda, atrof muhitda qanday voqea hodisalar bo'lib turganligini birinchi navbatda biz ommaviy axborot vositalaridan bilamiz. Agarda ommaviy axborot vositalari ma'lumotni bermasa, biz atrof muhitda qanday ma'lumotlar, qanday voqea hodisalar bo'lib turganligini bilmasligimiz mumkin. Shuning uchun ommaviy axborot vositalarining mahorati, malakasini oshirib borish juda ham muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Rahmat kattakon, bundan keyingi ijodingizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Izlanish va ilhom zavqi sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat Sevaraxon, sizga ham bayram bilan tabriklayman. Istiqbol telekanali xodimlariga, barcha jurnalistlarga, blogerlarga 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni muborak bo'lsin. Yana bir marta tabriklayman. Sizga ham rahmat. Rahmat kattakon. Studiyamizga Yangiariq tuman hokimligi axborot xizmati rahbari, Xorazm teleradio kompaniyasi boshlovchisi Dilnoza Sobirovani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif uchun avvalambor rahmat. Sizga ham alohida rahmat tashrifingiz uchun. Rahmat. Avvalambor sizni 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz. Fursatdan foydalanib, men ham bugun ommaviy axborot xodimlarini chin qalbimdan bayram bilan samimiy tabriklayman. Rahmat kattakon. Dilnoza opa, sizni ko'pdan buyon kuzataman. Keling, avvalo sizga shunday savol bilan murojaat qilmoqchimanki, jurnalistika 10 yil oldin qanday edi-yu, bugun qanday? Jurnalistikani 10 yil oldingi holatiga qaytadigan bo'lsak, bugun juda katta o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Sevara, bilasizmi? 15 yil oldin o'z ish faoliyatimni aynan mana shu dargohda boshlaganman va bugun bu yerga kelib men juda ham hayajonlandim. Menda kuchli hayajon paydo bo'ldi, chunki ilk chiqishlarimni, ilk ko'rsatuvlarimni aynan shu yerdan boshlaganman. Bugungi kundagi o'zgarishlarni ko'rib juda ham quvonamiz, barchamiz bilamiz. Oldingi 10 yil oldingi jurnalistikadagi bugungi farqlashimiz uchun buni ko'proq fuqarolardan, teletomoshabinlardan ham bilsak bo'ladi. Oldinlari biz oddiygina texnikalarda ishlaganmiz. Bugungi jurnalistikani, bugungi texnikani o'zingiz ko'rib turibsiz, guvohi bo'lib turibsiz. Bugun chiroyli studiyalar, eng oxirgi rusumdagi zamonaviy texnikalarda faoliyat yurityapmiz. Buni shu bilan taqqoslasa ham bo'ladi. Bugungi ijodkorlarni saviyasi, bugungi olib borilayotgan tezkorlik, bugungi olib borilayotgan zamonaviylik albatta oldingi jurnalistika bilan bugungisini orasida ancha farq borligini o'zi ko'rsatmoqda. Albatta, buni barcha anglab, bilib turibdi. Albatta. Dilnoza opa, bugungi kunda axborot xizmatining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Yangiariq tuman hokimligi axborot xizmatida faoliyat yuritasiz. Yangiariq tuman hokimligida, umuman Yangiariq tumanida qanday yangiliklar bo'lmoqda? Rahmat, to'g'ri aytdingiz. Bugungi kunda mana 5 yil bo'lib qoldi. Yangiariq tuman hokimligi axborot xizmati faoliyati sifatida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Shu bilan birga Xorazm televideniyasida boshlovchi sifatida ham faoliyat yuritaman. Bugungi kundagi yangiliklarni, bugungi kundagi o'zgarishlarni tomoshabinga, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga yetkazish juda ham tezkorlikni talab etmoqda. Aynan axborot xizmatining vazifalari, 100 dan ortiq vazifalari bor bugungi kunda va eng asosiy vazifalar tezkorlik, xolislik va axborotni aniq, tiniq tomoshabinga yetkazib berishdan iborat. Asosiy vazifamiz tumanning imijini yaratish, tumandagi o'zgarishlarni, tumanda olib borilayotgan islohotlarni kuzatuvchilarga, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga va teletomoshabinlarga tezkorlik bilan yetkazishdan iborat. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, har bir tizimni yetarlicha fuqarolarga, kuzatuvchilarga, teletomoshabinlarga yetkazib berish. Albatta. Dilnoza opa, axborot xizmati xodimi sifatida axborot tanlashda, axborotni olishda asosan nimalarga e'tibor berish zarur? Eng avvalo axborotni olishda uni aniqligiga, uni xolisligiga e'tibor qaratish lozim va birinchi manba sifatida biz aynan tumanda amalga oshirilayotgan islohotlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Respublika miqyosidagi ma'lumotlarni esa birinchi manbadan, aniq manbadan olib, uni
aniqligiga, xolisligiga ishonch hosil qilgan holda keyin tarqatsak ishonchli bo'ladi. Rahmat kattakon. Dilnoz opa, boya suhbatimizni boshida aytib o'tdingiz. Bu yerda ilk ko'rsatuvlaringizni, ilk lavhalaringizni ishlab faoliyatingizni boshlagansiz. Aytingchi, faoliyatingiz davomida qanday qiziqarli voqealar bo'lgan? Faoliyatim davomida juda ham ko'p qiziqarli holatlar bo'lgan. Aynan bu yerda eng esda qolarlisini sizga aytadigan bo'lsam, aynan shu studiyada primo efirlar, jonli efirlar efirga uzatilgan va biz navbatchi sifatida ishtirok etganmiz jonli efirlarda. O'g'lim 1,5 yashar paytida aynan shu studiyada dadam aynan shu yerda ijod qilganlar. Xorazm teleradio kompaniyasida jurnalist sifatida va u 1,5 yashar o'g'lim men bilan har doim ishga kelib ketar edi. Bir kuni shunday jonli efir paytida meni dadamga ota men siz yana boraman deb shunday yurib kelgan vaqtimda jonli efir paytida shunday yurib kelayotgan paytida uni zo'rg'a ushlab qolganmiz. Yana bir tushganda shu yeri tushib qolgan, efirga chiqib qolgan. Yana bir qiziq manbalardan biri, har kuni shu yerdan o'tamiz, ishga kelamiz, ketamiz. Urganch shahriga o'tayotgan paytida bizning televizkamiz bor. Televizkamizda o'g'lim so'ragan, ota, siz mana bu yerimda o'tirasiz deb so'ragan. Shunda men shuni ustimda o'tirib, ishlayman bolam deb aytgani esimda qolib ketgan. Shu haligacha shu bir qarab o'tadi. Endi Farzandingiz endi aqli chiqishgan, hozir 6-sinf biladi. Bu yerda o'tirmaslikni biladi. Lekin har o'tganda shunga e'tibor qarataman. Shunday vishkaga qarab qo'yadi, televizkamizga qarab qo'yadi va shu yerda otam ishlagan degan ma'noda qarab qo'yadi-da. Esida qolib ketgan. Qiziq voqealar bo'lgan. Jurnalistikaga qiziqishingiz, boshlovchilikka qiziqishingizga dadangiz sababchi bo'lgan, shunaqa? Albatta. İlk faoliyatimni 2011-yilda boshlaganman. Shu yerda bunga asosiy sabab ota kasbi qonimizda bo'lgan, qondan qonga o'tgan va ilk ustozim ham aynan dadam bo'lganlar. Endi hayot ekan. 2021-yil mart oyida Covid paytida dadam olamdan o'tdilar. Jannatdan bo'lsin. Albatta, dadam ham bir vaqtning o'zida Yangiariq tuman hokimligi axborot xizmati sifatida hamda Xorazm teleradio kompaniyasining jurnalisti sifatida, muharrir sifatida faoliyat yuritgan. Hozirgi kunda uni ish faoliyatini to'laqonli o'zim davom ettiryapman va shu paytda o'rganganlarim hozirgi kungacha faoliyatimizda qo'l kelmoqda. Demak, bir so'z bilan aytganda, boya aytib o'tganingizdek, dadangiz har tomonlama ustozingiz. Boshlovchilikda ham, axborot xizmatida ham dadangiz. Dilnoz opa, bugun sohada faoliyat yuritar ekansiz. Jamiyatda jurnalistlarning roli qanday deb o'ylaysiz? Sevaraxon, bilasizmi, jamiyatda jurnalistlarning o'rni va roli juda ham muhim deb o'ylayman. Jurnalistika sohasi mashaqqatli, murakkab kasblardan biri sanaladi. Chunki jurnalist butun dunyoda eng kuchli qurol so'z bilan ishlaydi. Bilasiz, so'zni yaxshi ma'noda ham, yomon ma'noda ham ishlatish mumkin. Eng kuchli qurol sifatida bugungi kundagi jurnalistning o'rni albatta amalga oshilayotgan islohotlarni o'z vaqtida teletomoshabinlarga yetkazib berish hamda oldin aytib o'tganimdek tezkorlik va xolislik bugun eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanmoqda. Rahmat kattakon Dilnoz opa, bundan keyingi faoliyatingizda ham ulkan zafarlar sizga doimiy hamroh bo'lsin deymiz. Bayram sizga yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat Sevaraxon, fursatdan foydalanib men ham matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan butun hamkasblarimni, ustozlarimni, yaqinlarimni chin qalbdan samimiy muborakbod etaman. Qolaversa, shu SPL teleradio kompaniyasi jamoasini ham bayram bilan chin qalbdan qutlayman.
Rahmat katta. Ijodiy ishlaringizda esa ulkan zafarlar tilayman. Rahmat. Ko'rsatuvimizga Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Xo'jakbar Rustamovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor sizni 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz. Rahmat. Shu o'rinda sizni va siz faoliyat olib borayotgan Istiqbol teleradio kanalining barcha xodimlarini mazkur bayram bilan qolaversa, butun viloyatimizda faoliyat olib borayotgan ommaviy axborot vositalari vakillari, jumladan jurnalist va blogerlar, bosma ommaviy axborot vositalari vakillari barchasini shu bugungi sanam munosabati bilan chin qalbimdan muborakbod qilib qolaman. Rahmat kattakon. Xo'jakbar, bilamizki siz favqulodda vaziyatlar tizimida faoliyat yuritasiz. Aytingchi, bugungi kunda ushbu tizimda qanday yangiliklar bo'lmoqda? Bugungi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi, aynan favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida ham qator islohotlar amalga oshirilmoqda va kundan kunga rivojlanish va o'sishlarni ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joiz, mana bizni favqulodda vaziyatlar vazirligining asosiy shiori ham o'z vaqtida ogohlantirish, qutqarish va yordam berish. Mana shu shior ostida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Shunday ekan, bu ya'ni o'z vaqtida ogohlantirish deganda bevosita buni biz ommaviy axborot vositalarisiz yoki bo'lmasam shu keng jamoatchiliksiz biz tasavvur qila olmaymiz. Chunki har bir sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar to'g'risida keng jamoatchilikni o'z vaqtida ishonchli axborot bilan ta'minlab borishda bu teleradio kanallarining yoki bo'lmasa umuman olganda ommaviy axborot vositalarining o'rni beqiyos. Shu o'rinda bizni tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklar va erishilayotgan yutuqlar to'g'risida doimiy ravishda mana shu ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoatchilik doimiy ravishda xabardor qilinib kelinmoqda. Rahmat kattakon. Axborot xizmati xodimi sifatida aytingchi, axborot xizmatining asosiy vazifalari nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Endi o'zimiz yo'nalishdan kelib chiqadi aytadigan bo'lsak, avvalo bizni yo'nalishda shu birinchi navbatda fuqarolarimizni hayot va sog'ligini, ularni mol-mulklarini turli xil sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish borasida birinchi navbatda yuqorida aytib o'tganimizdek aholimizni doimiy xabardorligini xabardor qilib borish lozim. Va shu o'rinda bu axborot xizmati xodimlari bizning favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida faoliyat olib borayotgan axborot xizmati xodimlari doimiy ravishda shu bizning sohada bo'layotgan o'zgarishlar yoki bo'lmasam mana shu aniq bir monitoring va prognoz qilingan statistik ma'lumotlardan kelib chiqqan holda har bir mavsumda, har bir faslda shu o'ziga xos va mos bo'lgan turli xil sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldindan prognoz qilgan holatda ularni keng jamoatchilikka, fuqarolarimizga yetkazib boriladi yoki bo'lmasam sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlar yoki yong'inlar to'g'risida shu ishonchli va shu bilan birgalikda shu xolisona axborotni keng jamoatchilikka yetkazib boradi. Bevosita bilasiz, biznes yo'nalishlarda mana sizlar bilan ham ko'p hamkorlikda faoliyat olib boramiz. Hozirgi kunda ommaviy axborot vositalari xususan shu nima deydi, ijtimoiy tarmoqlarda faol fuqarolarimiz juda ham ko'p. Sir emas, endi viloyatimiz miqyosida aytadigan bo'lsak, turli xil sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlar yoki bo'lmasam bir yong'inlarni ijtimoiy tarmoqlarda biz ko'p turli xil talqin qilinishlarni ko'rib qolamiz. Ya'ni holat aynan siz tasvirda ko'rayotgandek bo'lmasligi ham mumkin. Albatta. Misol uchun oddiy bir yong'in, kichik turdagi yong'inlarni ham katta qilib sarlavha ostida, masalan, magazinda yong'in sodir bo'lsa ham, bir bozorda yong'in sodir bo'ldi yoki shunga o'xshash, xullas turli xil talqin qilinadi va bu fuqarolarimiz o'rtasida turli xil muhokamalarga yoki bo'lmasam bir noxolis axborotning tarqalishiga sababchi bo'ladi va mana shunday holatlarni oldini olish borasida har bir sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlar, xususan yong'inlar bilan bog'liq holatlarda o'z vaqtida va ishonchli tezkor munosabatlarni bildirib borish ham axborot xizmati xodimlarining
birinchi o'rindagi vazifalardan biri sanaladi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bu o'z o'rnida fuqarolarda, ya'ni teletomoshabinlarda, kuzatuvchilarda noto'g'ri muhokamalarning oldini olishda katta ahamiyat kasb etadi. Albatta. Rahmat kattakon. Axborot xizmati xodimi sifatida axborotni tanlashda nimalarga e'tibor qaratish zarur? Birinchi navbatda axborotni tanlashda yoki bo'lmasam biror bir hodisa voqea yuzasidan ma'lumot olishda birinchi navbatda uning manbasiga alohida e'tibor qaratish lozim deb o'ylayman va o'sha olgan ma'lumotimizni ham o'qib o'zimiz tahlil qila olish qobiliyatiga ham ega bo'lishimiz kerak. Albatta. Va undan keyin uni keng jamoatchilikka biz yetkazsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Hoji Akbar, bilamizki, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini ham yuritib borasiz. Ushbu sahifalarga asosan nimalarni joylab borasiz va ushbu sahifalarga joylangan materialning tezkorligi muhimmi yoki aniqligimi? Rahmat. Avvalo shu Xorazm viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan shu ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritiladigan sahifalarda avvalo birinchi navbatda shu fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash va turli xil sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan ma'lumotlar asosan joylashtirib boriladi. U orqali xususan har bir mavsumdan kelib chiqqan holda olingan ma'lumotlardan kelib chiqib ma'lumotlar joylanadi, infografikalar yoki bo'lmasam matn ko'rinishida, video ko'rinishida turli xil mazmundagi xavfsizlikni targ'ib qiluvchi ma'lumotlarni, postlarni joylashga harakat qilib boramiz. Shuningdek, shu bilan birgalikda boshqarma faoliyatiga oid yangiliklar yoki bo'lmasam sport sohasida ham boshqarma xodimlari, shahar tuman bo'limlari tomonidan sport sohalarida erishilgan natijalar, umuman olganda boshqarmaning va uning hududiy bo'limlari tomonidan shu amalga oshirilayotgan ishlarni tizimli ravishda yoritib borishga harakat qilamiz. Avvalo barcha qo'yiladigan ma'lumotlarimizda, postlarimizda birinchi navbatda shu fuqarolarimizni hayoti va sog'ligini muhofaza qilishga qaratilgan ma'lumotlarni aks ettirishga harakat qilamiz. Rahmat kattakon, ko'rsatuvimizda yana bir bora xush ko'rdik. Bundan keyingi faoliyatingizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Rahmat. Shu o'rinda yana bir bor 27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan yurtimizda faoliyat olib borayotgan barcha ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist va blogerlarimizni mazkur sana munosabati bilan chin qalbimdan muborakbod qilib qolaman. Shu o'rinda barchaga sog'lik, salomatlik ishlarida rivoj va har doim yurtimiz aholisini va fuqarolarini shu to'g'ri, xolis va albatta shu xavfsizlikni targ'ib qiluvchi xolisona materiallarni yoritib borishlarida kuch-quvvat tilab qolaman. Rahmat kattakon. Studiyamizga Abdurayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti axborot xizmati bo'limi boshlig'i, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Marhabo Ahmedovani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Avvalambor sizni 27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Katta rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin. Ushbu bayram bilan yurtimizdagi barcha ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar va qolaversa axborot xizmati, ya'ni matbuot xizmati xodimlarini chin qalbimdan tabriklayman. Doimo so'zingiz teran, nigohingiz xolis hamda qalamingiz o'tkir bo'lsin. Rahmat kattakon. Marhabo opa, bugungi kunda axborot xizmatining asosiy vazifalari nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Juda ham o'rinli savol. Matbuot xizmati bugungi kunda tashkilotda o'rni juda ham katta hisoblanadi. Negaki tashkilotda olib borilayotgan jarayonlarni, tashkilot faoliyatini bevosita xalqimizga taqdim etishda birlamchi vosita hisoblanadi axborot xizmati. Shu o'rinda axborot xizmatining asosiy vazifalaridan biri, demak, tashkilotda bo'layotgan har bir jarayonlarni, tashkilot faoliyat bugungi kundagi faoliyatini xalqimizga, keng jamoatchilikka muntazam, ishonchli tarzda yetkazib berish asosiy vazifalardan biri. Shu jihatdan savol tug'iladi, qanday deb. Demak, bu borada o'zimning faoliyatim misolini aytadigan bo'lsam, doimiy tarzda media tadbirlar o'tkazamiz, ya'ni matbuot anjumanlari, rasmiy bayonotlar, brifing, demak,
ochiq muloqotlar va hokazo shunga o'xshagan juda ko'plab media tadbirlar o'tkazamiz. Bunga keng jamoatchilikni va qolaversa ommaviy axborot vositalarini, blogerlarimizni taklif qilgan holda shu bilan birgalikda tashkilotdagi jarayonlarni albatta yetkazishda universitetning rasmiy veb sahifasi, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida muntazam ravishda axborotlarni yangilab, tezkorlik bilan berib borishga harakat qilamiz. Shuningdek, axborot xizmatining yana asosiy vazifalaridan biri jamoatchilik bilan aloqalarni yo'lga qo'yish. Fuqarolarimiz ommaviy axborot vositalari bilan muntazam ravishda, masalan, tashkilot rahbariyati o'rtasidagi demak aloqani o'rnatish, qolaversa tashkilot imijini yaratish va shu o'rinda ana shu imijni himoya qilish ham albatta axborot xizmati vazifasiga kiradi, ya'ni tashkilotning ijobiy qiyofasini namoyon etish va albatta tashkilot to'g'risidagi qandaydir bir salbiy axborotlarga o'z o'rnida munosib javob qaytarish. Shu bilan birgalikda axborot monitoringini yuritish, ya'ni bugungi kunda bilamiz, media olami, umuman axborot, internet olami juda jadal, tezkor ketmoqda. O'z o'rnida o'zimning faoliyatimda ham muntazam ravishda ommaviy axborot vositalarini, internet sahifalarini, turli Telegram kanallarini muntazam kuzatib boraman. Bu axborot monitoringini yuritishda asosiy vazifa hisoblanadi, ya'ni tashkilot bilan bog'liq qandaydir bir xabarlar bo'lsa rahbariyatga yetkazish, umuman tizim bilan bog'liq bo'lgan xabarlarni doimiy ravishda tahlil qilib borish va shu asosda ishlash asosiy vazifalarimizdan bugungi kunda sanaladi. Rahmat kattakon, asosiy vazifalaringizni ham bilib oldik. Aytingchi, marhaba opa, mediada nima muhim, tezkorlikmi yoki aniqlik? Mediada birinchi o'rinda tezkorlik yo birinchi o'rinda aniqlik deb bittasini tanlab ayta olmayman, chunki ikkalasi ham muhim. Lekin o'z navbatida tezkorlikni amalga oshiraman, operativlik qilaman, aniqlikni yo'qotib qo'ymaslik lozim hisoblanadi. Chunki tashkilotning axborot xizmati sifatida o'sha tashkilotdagi jarayonlarni birinchi navbatda taqdim qilish, xalqimizga yetkazish asosiy vazifa bo'lsa, tezkorlik bilan shu bilan birgalikda to'g'ri, xolis va ishonchli axborotni yetkazish ham asosiy vazifa hisoblanadi. Shu nuqtai nazarda oladigan bo'lsak, ikkalasi ham umuman olganda media estetikasi, jurnalistika estetikasida ikkalasi ham, demak, tezkorlik ham muhim. Ya'ni bir axborotni vaqtida berish lozim. Vaqt o'tgandan keyin u axborotni boshqa manbalardan eshitib, xalqimiz uchun ham u qiziq emas, yoki keng jamoatchilik uchun ham qiziq emas. Shu uchun vaqtida berish kerak. Shu bilan birgalikda aniqligiga, ya'ni shoshma-shosharlik bilan yoki bo'lmasa noto'g'ri axborot berib qo'yib, nimani kuzatuvchilarni chalg'itib qo'ymaslik, yo bo'lmasa fake news deymiz, xato ma'lumot berib qolmaslik muhim hisoblanadi. Demak, ikkalasi ham muhim. Rahmat kattakon. Oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritasiz. Oliy ta'limda qanday yangiliklar bo'lib o'tmoqda? Abituriyentlarga qanday shart-sharoitlar yaratilmoqda? Demak, bugungi kunda hozir qabul jarayoni 2025-26 o'quv yili munosabati bilan qabul jarayoni bo'lib o'tmoqda. Demak, abituriyentlarimiz 5-iyundan 25-iyungacha onlayn hujjat topshirishmoqda va bunda albatta qulay sharoit yaratish maqsadida qo'l markaz, maslahat markazlari tashkil qilingan bugungi kunda universitetda va u yerda mas'ul xodimlar tomonidan abituriyentlar va ularning ota-onalariga yaqindan yordam bermoqda. Masalan, onlayn hujjat topshirganda ro'yxatdan o'tgan paytda yo'l-yo'riq qanday, o'sha jarayonlar bo'yicha ko'pchilik abituriyentlarimiz telefon qilish orqali, ko'pchilik abituriyentlarimiz kelib maslahat xonasidagi mas'ul xodimlardan tegishli maslahatlar olish orqali, demak, o'zlarini savollariga javob olmoqda. Va albatta qabul jarayonlari tugagandan keyin kasbiy ijodiy imtihonlar boshlanadi, undan keyin test jarayonlari boshlanadi. Oliy ta'limda yangiliklar qizg'in. Shu o'rinda Urganch davlat universiteti misolida aytadigan bo'lsak, bugungi kunda bitiruvchi talabalarimizning yakuniy nazorat jarayonlari, davlat attestatsiya testlari bo'lib o'tmoqda. Qolaversa, bitiruv malakaviy ishlari himoya qilinmoqda. Bu yil 2024-25 o'quv yilida 7000 nafardan ziyod talabamiz oliy ta'lim Urganch davlat universitetini tamomlamoqda. Xo'p, iyul oyini boshida demak diplom berish marosimini o'tkazish rejalashtirilgan. Rahmat kattakon. Albatta, ushbu ko'rsatuvimiz orqali abituriyentlar ham o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bilib olishdi. Marhaba opa, bu sizga bermoqchi bo'lgan oxirgi savolim. Media sohasida faoliyat yuritasiz. Xo'sh, ushbu kasbingizdan faxrlanasizmi? Albatta faxrlanaman. Doimiy tarzda faol bo'lish o'zi tabiatimga xos jarayon hisoblanadi va avvaldan avvaldan o'z o'rnida hozir
Urganch davlat universitetini har bir jarayonida, har bir tadbirlari, har bir uchrashuvlari, har bitta bo'layotgan voqea hodisani ichidamiz va kasbimiz Ya'ni taqozosi bilan. bu sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Yo'q, tug'dirmaydi. Endi hozirgi kunda tug'dirmaydi. Endi boshida qiynaldim. Oson emas, o'ziga yarasha mas'uliyat hisoblanadi. Har bitta narsadan boxabar bo'lish, har bitta nima bo'yicha axborotga ega bo'lish, bo'layotgan jarayon bo'yicha bir vaqtda o'zida oson emas. Bundan tashqari pedagoglik faoliyatimni ham olib boraman. Lekin hozirgi kunda bunga ancha moslashib qoldim. O'zimga ma'qul. Rahmat kattakon, vaqtingizni ayamay ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun. Kasb bayrami sizga ham muborak bo'lsin yana bir bora. Sog' bo'ling, sizga ham bayram muborak bo'lsin. Ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun rahmat. Rahmat. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Aziz va qadrli soha xodimlari, mehnat va ijod zavqi sizlarni hech qachon tark etmasin deymiz. Doimo fikringiz teran, so'zingiz ravon, qalamingiz o'tkir bo'lsin. Bayram muborak.